asli nasli bor deydi-yu. Eskilar gapirgan gapi bor. Asli nasliga tortadi deydi. Ya'ni siz haqingizda boshqa dasturxonda sizni yomonlab turib, yana siz kelib qo'yganingizda o'sha joyga kulib turib so'rashadi-da. Yani siz haqiqatni bilib turib gapirmasligingiz bu mardlikka kiradi. Indamay qo'yavering. Nimaga gapirganda foydasi yo'q, sababini aytaman. Sababi zot asosan otadan o'tadi ko'proq. Ya'ni buni otasi ham shunaqa bo'lganda buni. Otasi ham shunaqa xoin, sotqin bo'lgan. Shuning uchun bu bola ham shunaqa. Hammasi oilasini zo'r eplab qo'ygan bolalar ko'chada ham yaxshi yuradi. Ya'ni bu otasi sotqin bo'lgan. Bolasi ham shunaqa bo'ladi. Asli nasliga tortadi. Bir marta qaysidir ishda sizga zarar keltirdim, siraz yo'qotish kerak bo'ladi. Bu bola yana shu ishni qiladi. Qilgandan keyin safar kechiradi-yu, masalan, Allohni qo'shib qasam ichadi-yu. Bo'ldi, farqi yo'q. Nimani ichib qasam ichadi? U zotida bor. Sotqinlik zotida bor. Yana shu ishni qiladi. U isqirt bolalar deymiz-ku. U isqirt bolalar bor narsa. Ya'ni uni zotida bor shuni isqirtlik. Ya'ni otasidan o'tadi. Uni otasi ham shunaqa bo'lgan. Vaqti kelib, bolasi ham shunaqa bo'ldi. Shuning uchun asl nasliga qarab do'st qilish kerak-da. Asli nasli o'zi buzuq bo'lsa, men uni o'rtoq qiling, yaqin qiling, yordam bering, maslahat bering, umralarga borib kelsin, 5 mahal ibodatda bo'lsin, ichi to'la isqirtlik bo'lsin, sotqinligini davom etaveradi, yana shu ish qiladi.